yolg'iz treyderlikdan, ya'ni siz o'zingiz yolg'iz savdo qilishingizdan professional jamoaviy tizimga o'tish yo'llarini tushuntiraman. Hop, P2P'da oyiga 3 kun ish va $1250 oylik foyda yo'li. Ya'ni bu qanaqachasiga mumkin? Ya'ni buni mana shu sarlavhani o'qigan odam haqiqatda bu narsa o'zi mumkin emas bu, yoki qanaqadir laxatron yoki bir piramida shunga o'xshagan narsa deb o'ylashi mumkin. Lekin buni aniq matematikaga asoslangan hozir sxemasini sizlarga, mana 12 ta slayddan iborat sxemasini sizlarga tushuntirib boraman. Hop, birinchi o'zim kim, ya'ni Islom Shokirov kim o'zi? Islom, bugun sizni ortiqcha vaqtingizni olmayman, faqat aniq raqamlar va faktlar bilan gaplashamiz. Hozir Balida yashayman. P2P aylanmasini, o'zimizning boshqa bizneslarimiz, masalan Turkiyada konsalting firmamiz, yana undan tashqari boshqa bizni proyektlarimiz bor, shularni boshqarib kelaman hozir shu yerdan. Qanday qilib atigi, ya'ni sizni ish kapitalingiz $1000 bo'lib, siz oyiga bor yo'g'i 3 kun ishlaysiz va $1250 barqaror daromadga chiqishingiz mumkin. Ya'ni mana shuni hozir shu bugungi mana shu videolarda ko'rib tushunib olasiz inshaalloh. Hop, bugungi kundagi mana muammolarga kelsak, birinchisi doimiy blokirovkalar va limitlar xavfi. Yolg'iz treyder uchun risk darajasi 100% gacha ko'tariladi. Karta bloklanganda barcha kapital $2000, $3000 masalan, qancha 5000 qilgan bo'lsangiz 5000 hammasi muzlab qoladi. Va bu sizni riskingizni sezilarli darajada, masalan $1000 sizni kapitalingiz bor, $2000 kapitalingiz bor, bitta o'zingiz ishlaysiz, bitta o'zingiz boshqarasiz va mana shu boshqarganingiz hisobiga sizni butun kapitalingiz u yerda riskda turadi. Ya'ni hop, ikkinchi yana muammolar bu yuqori komissiya va past samaradorlik. Masalan, siz birorta kripto do'kondan yoki biror joydan siz kripto xarid qilmoqchi bo'lsangiz biror kishidan, albatta sizni kichik kapitalingizga $1000, $2000 pulingizga ana shu belgilangan eng kam misol $20, $30 mana shunaqa komissiyalarni oladi. Har doim siz USDT ni o'tkazib tushirib shunaqa qilganingizda ham eng kamida $3, $4 komissiyani yo'qotaverasiz. Shunday masalan bitta сделкani aylantirishingiz bilan $3, $4 havoga uchib ketadi. Xo'p, faqat biz hisoblab chiqqanimizda o'zingiz ham kalkulyator ochib o'sha bir oylik aylanma qilganingizda qancha komissiyani o'ziga ketishini hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Faqat komissiyani o'ziga $120 dan почти $200, $300 gacha bir kishi o'zi ishlayotganda shuncha komissiyani ishlataveradi. Agar buni o'sha 10 kishiga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 1200, ya'ni katta summa bo'ladi. Ya'ni bu 1 yilga ko'paytiriladigan bo'lsa, agar bu ham katta summa bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha 10 kishining pulida $10,000 bo'ladi. O'zingizni hisobingizda bo'lsa, o'sha $2000 atrofida faqatgina komissiyani o'ziga siz pul sarflayapsiz. Mana bu ikkinchi bizdagi muammo. Trader o'zi yolg'iz ishlashdagi. Hop, uchinchisi o'g'irlangan pul va shubhali oqimlar. Ya'ni qanaqa deyilsa, siz ovoz yaxshimi hozir? Siz o'g'irlangan pul sizni hisobingizga tushiriladi. Qanday qilib tushadi pul? Bu siz P2P'da shu yashil staganga orderingizni qo'yasiz. Orderingizni qo'yganingizdan keyin endi u yer katta bozor. Siz bir kishi sizga pul tashlaydi, u qayerdan olib tashlayapti, nimaga tashlayapti, nima oladi, u narsani hech narsasini siz unda bila olmaysiz. Qancha harakat qilmay baribir ana shu firibgarlarning tuzog'iga tushib qolasiz. Va noma'lum qora pullar tushish xavfi juda yuqori. Ya'ni karta limitlaringiz ham tez to'lishi tufayli ish to'xtab qoladi. Ham karta limitingiz tez to'ladi. Masalan, siz bir kunda 2 marta aylantirsangiz ham $20,000 $2000 dan 2 marta aylantirsangiz $4000 aylantirgan bo'lasiz.
$4,000 bir oyga ko'paytirsak, $120,000, $1 milliarddan oshiq bo'lib ketadi. Faqat bitta o'zingizni kartangizdagi aylanma mana shuncha bo'lib ketadi va bu tabiiyki banklarni shubhaga soladi. Siz bankka borib pul yechasiz, boshqa qilasiz, bank sizni ro'yxatga отслеживаниеga, ya'ni bankning shubhali operatsiya deb turib sizni ro'yxatga olib qo'yadi. Ro'yxatga olganidan keyingi masalalarni o'zi hamma ko'pchiligi buni biladi, ya'ni ro'yxatga olgandan keyin o'zi sizlar qayerdadir shu o'tishkingizni topib, shu pulingiz musodara bo'lib ketadi. Hop, bizning yechim qanaqa bizni? Markazlashgan xavfsizlik, filtrlangan oqim va maksimal daromad. Hop, biz qanaqa xavfsizlik biz bu yerda choralarini ko'ramiz? Pullar diversifikatsiya qilinadi va maxsus sug'urta jamg'armasi orqali himoyalanadi. Ya'ni misol siz hozir $1000 ishchi kapital bilan ishlayapsiz va $1000 bizga o'sha mana shu platformaga, mana shu jamoaga qo'shilish uchun siz $1000 sug'urta depozit qo'yasiz. Hop, bundan keyingi slaydlarda ana shu sug'urta depozit nimaga qo'yilishini aniqroq tushuntiraman. Bu yerda umumiy filtrlangan oqim, ya'ni bizdan keladigan, biz tomonidan qo'yib beriladigan kartangizga pullar doimiy filtrlangan oqimdan keladi. Filtrlangan oqim KYC verifikatsiyadan o'tgan odamlardan, ya'ni biz ularni bilamiz. Ular masalan pulni pulga urishtiradigan, masalan ya'ni bir moshennik kelib bizdan pul yechib oladigan tizim bo'lmaydi. Tizimga faqat KYC dan o'tgan xalqaro toza tranzaksiyalar qabul qilinadi. Ikkinchisi asosan xalqaro tranzaksiyalar qabul qilinadi. Ya'ni u odamlar birinchi o'rinda tekshirilgan bo'ladi va buni biz 100% kafolatini olamiz, mana shu tekshirishni. Hop, keyin maksimal daromad. Komissiyalar nolga yaqinlashtirilganligi hisobiga tejalgan barcha mablag' treyderning sof foydasiga qo'shiladi. Ya'ni siz o'zingiz ishlaganingizda o'sha $120-150 komissiyaga ketib qolayotgan narsa, agar siz jamoaviy ishlasangiz, bu narsa o'z-o'zidan, buni oddiy matematika, o'z-o'zidan o'sha $10,000 dan ham USDT bizdan 1 USDT yoki 2 yoki 3-4 dollarga teng TRX komissiyasini olsa, 10,000 dan ham o'shani oladi. Ya'ni bu degani o'sha doimiy tranzaksiyalarda siz o'sha shuncha pulni tejab qolasiz. Ya'ni bir oyda o'sha $120-100 dan oshiq komissiyadagi ketadigan mablag'ingiz undan ham ko'p ketadi. Ya'ni cho'ntagimizga qoladi, o'zimizning cho'ntagimizga qoladi. Xo'p, bu nima? Bu yechim desanglar, jamoaviy P2P tizimi. Bu shunchaki sxema emas, bu haqiqiy aqlli matematika, ya'ni. Bu bir qanaqadir sxema, odam tushunmaydigan, men pulni bering, men pulingizni ko'paytirib beraman, 50%, 100% qilib beraman. Unaqa narsa emas bu. Bu oddiy matematika. Biz 10 ta professional, mana shu sohani agar 0 bo'lsa ham, mana shu ozmoz tushungan odamlarni olamiz, hammani olavermaymiz bu jamoaga. Va birlashtiramiz ularni. Banklar uchun ideal mijoz obrazini yaratamiz. Xavfsiz va tizimli daromad qilamiz. Hamma joyda va har qanday sharoitda ishlash imkoniyatini qilib beramiz bizning jamoa. Xo'p, asosiy afzalliklari nimada? Bizning platformada bu shunchaki moliya vositasi emas, balki treyderlarni blokirovkalar, limitlar va keraksiz xarajatlardan himoya qiluvchi qalqon vazifasida harakat qilamiz. Har bir funksiya, har bir bizni aytgan gapimiz sizni vaqtingizni tejash uchun, risklaringizni 0 ga yaqinlashtirish uchun va har bir aylanmadan maksimalni sof foyda olishingiz uchun matematik aniqlikda qurilgan. 3 kun ish, 30 kunlik daromad. Ya'ni birorta bizda masalan bunaqa ishni hali hech qayerda bir uchratmagansizlar, to'g'rimi? Ya'ni 3 kun ishlaysiz, 30 kunlik daromad olasiz. 30 kun sizda o'sha 3 kunlik bir oyda sizda 3 kun navbatingiz bo'ladi, 3 kun ishga chiqib qo'yasiz va qolgan 27 kun dam olib yotasiz. Bo'ldi. Ya'ni tizim shunaqa qurilgan. Xo'p, ikkinchisi doimiy nazorat va tajribali qo'llab-quvvatlash tizimi. Tizim bo'yicha har tomonlama to'liq sizga o'rgatiladi. Qayerdan sotib olinadi, qayerga sotiladi, nima qilishingiz kerak. Bu narsani to'liq siz hamma mana shu guruhga qo'shilgan odamlarga to'liq o'rgatamiz.
zararni qoplash kafolati. Bu qanaqa zarar masalan bo'lib qolishi mumkinmi, yo'qmi, riski bormi degan odamlarga javobki, hamma ishni o'z-o'zidan riski bo'ladi. Biz sizlardan hech qachon katta mablag' so'ramaymiz. Masalan, hozir manimcha ko'p bersang ko'proq foyda qilasan. Unaqa narsa yo'q. Hamma bir xil bo'ladi. Bir xil ana shu mas'uliyatni bir xil bo'yniga olish kerak bo'ladi. Hamma bir xil ishlaydi shunda. Agar karta bloklansa, eng yomon holatda ham shaxsiy zararingiz maksimum $300 yoki $500 tashkil qilishi mumkin. Qanaqa bu tashkil qiladi? Masalan, bizga pul tushdi. Misol, $10,000 bizda pulimiz bor. Men bu yerda mana shu oxirisini o'qiydi. $10,000 jamoaviy aylanma bo'ladi. 10 kishi birlashib, umumiy katta kapitalni shakllantiramiz va kuniga $200 dan $900 gacha foyda qilishimiz mumkin. P2P ga kirgan odamlar biladi, ya'ni bu hech qanaqa bir afsonaviy raqam emas. $10,000 pulingiz bo'lsa, $200, $300 hozirgi momentda bemalol ishlab topa oladi odam. Xo'p, bunda zararni qoplash kafolati qanaqa bo'ladi? Misol, biz bir kishining kartasiga faqatgina masalan $2,000 o'sha bizda $10,000 kapital bo'lsa, bizda u odam bergan $1,000 sug'urta depoziti bo'ladi va $1,000 sug'urta depoziti bo'lgandan keyin uni ishchi kapitaldan $1,000 puli bo'ladi. Va unga biz har doim trafikni ochib berganimizda, ya'ni uni kartasiga pul tushganida faqatgina $2,000 gacha bo'lgan birinchi summa tushadi. $2,000 summani biz aytgan kartalarga o'sha ma'lum bir amallarni bajarib chiqarib beradi va ana shu bizga yana o'shani USDT qilib chiqarib beradi. Uni biz o'rgatamiz va yana u tugagandan keyin $2,000 yana tashab beramiz. Ya'ni shunaqada 5 parok bitta odam bir kunda 5 marta, ya'ni mana shunaqa amalni bajaradi. Ya'ni birdaniga biz katta summa uni hisobiga tashlab bermaymiz. Agar ana shunda masalan u zotan agar biz bitta odamga $2,000 tashlab bersak, u odam biz u odamlarni iloji boricha maksimum verifikatsiyadan o'tkazamiz. Hamma mahallasi, hamma narsasini so'rab o'tkazamiz. Agar mabodo o'sha $2,000 o'zi bizga bermasdan olib ketadigan bo'lsa ham, $2,000 zotan u o'zi bizga bergan pul. Ya'ni o'zini pulini olib ketyapti. Ya'ni bizga hech qanaqa issiq sovug'i bo'lmaydi. Ya'ni biz hech qanaqa zarar qilmaymiz. Agar ba'zan masalan tizimda shunaqa narsa bo'lishi mumkin, $2,000 emas, masalan o'sha limit bir 3,000 ga oshib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bu aniq fakt emas. Ba'zi paytda shunaqa bo'ladi. 3,000 ga oshib ketdi. Endi u odamga ko'p pul tushgani uchun, masalan $1,000 ko'proq o'ziga pul tushgani uchun u odam bizga pulni qaytarib bermadi. Ya'ni bizning sherigimiz, jamoadoshimiz ishlab kelayotgan, endi bizning haqqimizni yeb ketdi. Bizning haqqimizni yeb ketganda ham ana shu $1,000 pul bir kishi zarar qilmaydi. 10 kishiga bo'lib olsa, ana shu narsa $100 dan tushadi. Ya'ni o'sha zararimiz bitta odamni chiqarsa, $120 dan tushadi. Ya'ni ana shu zarar qilishimiz holati shu. Agar misol kartamiz ana shu odamga $3,000 pul tushdi. Endi Alloh ko'rsatmasin, ana shu narsa, ya'ni maksimum tushgan pul $3,000 bloklanib qoldi. Ya'ni bloklanganida u odamni umumiy ziyonimiz qancha bo'ladi? U bizda sug'urta depoziti va ya'ni u odam ham $3,000 ga ziyon qilmaydi. Biz umumiy jamoaviy ziyon qilamiz, $300 dan ziyon qilamiz. Ya'ni agar maksimum shu variant bo'lsa. Lekin asosan bunaqa narsa juda ham kam uchragan bizni o'zimiz tajribamizda. U narsalarni ham sizlarga ko'rsataman, ya'ni hozirgi ishlayotganimiz. Hop, tizim sizga qanaqa natija beradi? Ya'ni mana tushundik tizimni. Hop, tizimda siz asablaringizni asraysiz. Ya'ni har kuni telefonga termilib, qarab, qachon order keladi, qachon savdo bormi, yo'qmi, har kuni aylantiravermaysiz. Ya'ni bu sizni keyin kartangiz bloklanishi, qo'rquvsiz ishlashingiz va sizga bu yerda kartangizdan oyiga faqatgina 3 marotaba foydalanishingiz va doimgi aylanmalar kamayadi. 3 marta foydalanasiz xolos. Bo'sh vaqtga ega bo'lasiz. Bu eng katta yutug'imiz bizni. Ya'ni boshqa odamlar masalan nima ish qilishingizdan qat'iy nazar faqatgina 3 kun vaqtingizni ajratsangiz bo'ldi. Bo'sh vaqtga ega bo'lasiz. Oyiga atigi 3 kunlik faol ishtirokingiz
sizga oyning qolgan kunlarini o'z hayotingizga sarflashga imkonini beradi. Xo'p, daromadingiz keskin oshadi. Ya'ni bu narsa aniq hisoblangan. $120 komissiya zararlardan qutulib, barcha foydani o'zimizda biz mana shu jamoamizda saqlab qolamiz. Xo'p, tizimga kirish qanaqa bo'ladi? Suhbat birinchi o'rinda, suhbat va KYC verifikatsiya. Arizangiz ko'rib chiqiladi va shaxsingiz xavfsizligi uchun tasdiqlanadi. Tasdiqlansa, siz qo'shila olasiz. Va siz bilan suhbat как положено o'tkaziladi. Depozit. Siz $1000 ishchi kapital bilan kirishingiz kerak va $1000 sug'urta, ya'ni mana shu tizimga, jamoaga kirish uchun, mana shu ga kirish uchun fondni shakllantirish kerak. Xo'p, uchinchi qadam infratuzilma. Ishni boshlash uchun o'zingiz nomingizda eng kami 3 ta ishchi karta tayyorlashingiz kerak. Xo'p, 4-qadam bo'lsa navbatni belgilash. Mana endi hamma bosqichlardan o'tdik, hamma narsangiz tayyor. Endi siz masalan o'sha jamoangizda 3 ta kun sizga o'zingizga qulay kunni, ya'ni buni adminlarimiz hammaga bo'lib berishadi, ya'ni 3 kun bu odam ishlaydi, 3 kun Muhammad ishlaydi, 3 kun Anvar ishlaydi. Mana shunaqa qilib 10 ta odamga bo'lib beramiz. Xo'p, qadam 5. Daromadni olish. Ana oxirida masalan bir oy tugagandan keyin o'rtasida masalan pul chiqarib bering yoki menga pul kerak bo'lib qoldi. Bunaqa narsalar o'tmaydi. Faqatgina oyning oxirida mana shu 5-qadamga kelganimizda, ya'ni ma'lum bir kundan ma'lum bir kungacha hisob kitobini olamiz. Ana undan keyin daromadni olish payti keladi. Aylanmadan kelgan to'liq foydani sizlar har kun ko'rib borasizlar o'zi. O'sha guruhda har doim kunlik foydani, necha pul nima tushyapti, necha pul tushyapti, hamma narsani biz tashlab, to'liq sizlar ko'zingizlarni o'nginglarda bo'ladi, u puldan qancha foyda qilinayotgani. Va daromadda 50 ga nisbatda qabul qilib olish. Masalan, biz mana hozir bundan keyingi etaplarda daromad qanchaligini o'rganamiz va ana shu daromadni 50% biz bu yoqda mana shu narsani tashkillashtirib berib, sizlarni mana shu joyga yig'ib berganimiz va mana shu xizmatlarimiz uchun 50% biz olamiz, 50% shu treyderlarga, 10 ta treyder bo'lsa, bitta guruhda 10 tasiga bo'lib beramiz. Xo'p, raqamlar qanaqa ishlaydi? Xo'p, sizni mana bitta ishchi shaxsiy kapitalingiz, mana qat'iy xavfsizlik protokollari va nazorat ostida boshqariladigan professional darajaga chiqish uchun kerak boshlang'ich depozitingiz sizni. Xo'p, ikkinchisi, endi mana bu summani bir kishi $10,000 bir kishi aylantirsa, bu unga juda ham katta masalan mas'uliyat yoki biror kishidan qarz olgan bo'ladi. Bittada yo'qolib qolsa $10,000 yo'qotib qo'yadi va bu maksimal bir kishi uchun xavfni oshirib tashlaydi. Agar bir kishi $1000 masalan bemalol risk qilishga qo'rqmaydi bir odam. $1000 yo'qotsa ham bir pasda bir oy ishlab topib qo'yishi mumkin. Lekin masalan bizda qanaqa ishlaydi bu tizim? $1000 siz olib kirganingizdan keyin ana endi bu bozorga maksimal darajada ta'sir o'tkazish uchun mo'ljallangan kengayuvchan xavfsiz va to'liq moslashuvchan kapital jamg'armasi bizda paydo bo'ladi. $1000 ko'paytiramiz 10 ta odamga, $10,000 bilan biz katta ishlarni qilishimiz mumkin. Xo'p, eng minimum foyda miqdori qanaqa? Asosiy savdo hajmi va risklarni cheklash tizimi orqali ta'minlangan konservativ oylik daromad. Trafik juda pasaygan, masalan, savdo bo'lmadi, ya'ni biz umuman foyda unaqa ko'p qila olmadik deganimizda, inshaalloh mana shu foydani qila olamiz. Kuniga 2% dan agar biz bitta kartani ishlatib 2% dan agar foyda qilsak, mana shu foyda yetib keladi. Agar biz 1% dan qilsak ham o'zi zotan bu katta summa bo'ladi. $3000 bo'ladi. 10 kishi $300 dan topgan bo'ladi. Ya'ni $1000 pulga $300 foyda, ya'ni 30% foyda, ya'ni bu ya'ni hech qanaqa piramida emas, ya'ni eng minimum miqdorida mana bu ko'rsatkichlarga yeta olamiz biz. Eng minimum biz ishlagan miqdorimizda. Va har bir kartani aylanmasi ham mana shu $10,000 bo'ladi xolos. Masalan, sizda 3 ta karta bo'lsa, siz 3 kun ishlaysiz. Har bir kartangiz o'sha davlat standartlariga muvofiq $10,000 gacha оборот bo'ladi, bo'ldi. Uchinchisi,
Xo'p, eng maksimum foyda mana hozirgi raqamlardan oladigan bo'lsak, men katta foydani va'da bermayman. Eng minimum foyda bilan o'rtasida bo'lishi mumkin. Eng maksimum biz to'liq quvvat bilan, to'liq mana shu zo'r ishlaydigan bo'lsak, eng maksimum foyda miqdori $25,000 tashkil qiladi. Qanaqa 9%, 8%gacha tashkil qiladi. Hozirgi momentda, hozirgi mana danli momentda mana bu narsani odamlar, treyderlar qilib kelishyapti. Masalan, o'zimiz ko'rgan ko'zimiz bilan bizni o'zbeklarda bunaqa tizimni ichida yo'q, lekin Tojikistondagi treyderlarni men ko'rdim. Kuniga 1 million, 5 million rublgacha pulni оборот qilishyapti. 1 milliondan 5 milliongacha. Bu degani bir kunda 15 ming dollar, 12 ming, 13 ming dollarni bir kunda aylantirishyapti va o'shandan tushayotgan foydasi kamida ular 7% ga ishlaydi, kamida. Va u keyin plus tomoni chet eldan tushgan plus tomoni u hech qanaqa bir o'g'irlangan pul bo'lmaydi, chunki u umuman boshqa davlat, bu bo'lsa umuman boshqa davlat va sizda hech qanaqa banklar muammo qilmaydi, chunki 10 ming dollar bir katta summa emas. Agar qanaqadir sizda muammoga uchraydigan bo'lsangiz ham bizda unga qarshi immunitet shakllangan, uni qanaqa qilib yechishga bo'lgan. Va bizdagi doimiy misol bizga aylanadigan summa kuniga 10 ming bo'lishi mumkin, lekin biz doimiy 2 ming dollar aylantiramiz. Masalan, 2 ming dollar agar tushganidan keyin bloklanib nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa ham bizda qolgan 8 ming dollar pulimiz bu yoqda turgan bo'ladi. Xo'p, yolg'iz ishlash va jamoaviy tizimni taqqoslamasi, ya'ni masalan yolg'iz ishlasangiz siz juda ham 100% risk, past limitlar va yuqori komissiya xarajatlari sababli foydangiz juda ham minimal bo'ladi, ya'ni. Va doimiy siz nazoratda bo'lib qolasiz va an'anaviy bozor ikkinchisi, ya'ni bu yirik o'yinchilar hozirgi P2P'da qanaqa ishlayapti deydigan bo'lsanglar, ular ham foyda qilayotgan bo'lsa-da, masalan, pullar aylantirib, qora pullar kutilmagan blokировkalarga, ya'ni sabr qilib, sovuqqonlik bilan ishlayapti ular. Bitta o'zi ishlayotgan bo'lsa, endi bizning jamoada qanaqa bo'ladi? Sug'urtalangan risk, ya'ni mana realniy matematikaga asoslangan riskni shunaqa darajada pastga tushirish va nolga teng почти komissiya va 10 barobarga ko'paygan oylik aylanma hisobi maksimal daromad. Va siz bizdan nima olasiz? Siz 1 oy ishlamaysiz. Siz 3 kun ishlab ana shu 1 oy ishlaganingizni foydasini olasiz. Qarang qanaqa bu tizim. Xo'p, ishilayotgan bo'lsa, shu yergacha yoqqan bo'lsa, qani bir reaksiyalaringni ko'rsatinglar, ya'ni yoqyaptimi, tushunyapsizlarmi? Mana shu narsani bilib olishim kerak edi. Men Telegramda o'qib turibman. Telegramga oxirgi kommentariyaga yozinglarchi, tushunyapsizlarmi? Hammasini yaxshi ketyaptimi? Xo'p, bizda bu jamoaga qo'shilish uchun qanaqa talablar bor? Qanaqa talablar bor? Birinchi o'rinda mas'uliyatli bo'lish kerak bir inson. Mana bu chunki bu yerda har bir odamni mablag'i bor bu yerda va bizni ham o'zimizga yarasha mas'uliyatimiz bor va asosiy mas'uliyat sizlarda ham bor, ya'ni. Buning uchun bizga birinchi o'rinda bu jamoaga kirishinglar uchun mas'uliyat bo'lishi kerak va jamoaviy tizimda ishlash qoidalarimiz bor va prinsiplar, xavfsizlik prinsiplarini to'liq hurmat qilib bajaradigan odam bo'lishi kerak. Agar biz aytgan talablarni, masalan, u odam biz shunaqa qil, ya'ni mana shu narsani, mana shu minutgacha, mana shu soatgacha, ya'ni bir kun o'zi ishlaydi xolos. Ana shu soatgacha qil desak, bu odamga buyursak shu narsani, lekin u o'zini ishlari sababli yoki qanaqadir muammolari sababli mas'uliyatsizlik qilib ana shu narsaga e'tiborsizligi sababidan nimadir ziyon yetadigan bo'lsa, bu odamni ana shu
zarari o'zini puliga zarar qilgan hisoblanadi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? U bizga bergan o'sha summasi ana shu sababdan zarar qilgan bo'lsa, unga hech qanaqa pul qaytarib berilmaydi. Ya'ni masalan, zarar qildingiz deb boshqa kishida turganida sababli masalan shu sirazi bizni aytganimiz to'liq qilib, shu bizni aytganimiz to'liq qilgandan keyin ham bloklanib qoldi. Shu masalan $2000, $3000. Unda bo'lsa u odam to'liq pulga zarar qilmaydi. Boshqalarni pulidan ham teng zarar ketadi. Lekin u odamni o'zini mas'uliyatsizligi sabab, o'zini loqaydligi sabab bo'lgan bo'lsa, unda bu odamda o'sha qoidalarni buzgani uchun bu odamni o'zi to'liq kapitaldan o'zi to'lab beradi. Xo'p, kapitalga ega inson bo'lish kerak, ya'ni $1000 ishchi va $1000 sug'urta fondini ta'minlay oladigan treyder bo'lish kerak. Ya'ni $1000, $2000 jami puli bo'lish kerak va bundan oz puli bo'lsa yoki ko'p puli bo'lsa hech qanaqa farqi yo'q. Faqat shu summa bo'lish kerak. Ya'ni bizga $5000 bir kishidan depozit yoki mablag' kerak emas. Faqat shu summa bizni jamoani yo'lga qo'yishimizga, ishlashimizga yetarli. Xo'p, intizomli o'ziga ajratilgan o'sha 3 oy ichidagi 3 kunlik smenani qat'iy reja asosida o'tkazish kerak. Ya'ni o'sha kuni bu 100% onlayn 24 ga 7 kerak bo'lsa, o'sha doimiy onlayn turish kerak va biz aytgan vazifalarni to'liq bajarish kerak va ana shu kuni doimiy aloqada bo'lishi shart. Ya'ni ana shu 3 kunni ichida. Xo'p, keyin toza bo'lish kerak. Qanaqa masalan? Toza buni tekshiramiz 100%. Masalan, xalqaro tranzaksiyalarda shaxsni tasdiqlash. Tekshiruvdan muammosi o'tadigan odam bo'lish kerak. Masalan, bu qanaqadir chorniy spiskada turgan odam bo'lmasligi kerak. O'sha davlatda, boshqada. Va banklar oldida ham toza tarixga ega bo'lgan shaxs bo'lish kerak. Masalan, biz pulimiz tushsa, kreditga yechib oldi, tog'amni o'g'li o'qilibdi, bu qilibdi deb, ya'ni bizga mana bunaqa bahona qiladigan odam kerak emas. Ya'ni shu krediti bor, ya'ni shunaqa odamlar, ya'ni biz asosan o'zimiz qadriyatimizga mos bo'lgan, kerak bo'lsa mana shu sherikchilik ish qilinyaptimi, diniy savodxonligi ham bizga maksimalni, bizga muhim u narsa. Ya'ni kim bo'lsa biz bu yerga qo'shib olmaymiz, ya'ni puli bor ekan deb turib. Xo'p, keyin intiluvchan bo'lish kerak, yangiliklarni tez o'zlashtiradigan, umumiy foydasini oshirish uchun o'z ustida ishlaydigan odam. Xo'p, hoziroq safimizga qo'shilishingiz mumkin. Hozirgacha o'zimizni tanishlarimiz ko'plari qo'shilishdi va joylarimiz, masalan, bittadan guruh olamiz. Mana aytganimdek, Rossiyaga, hozir Turkiyaga, O'zbekistonga va Koreyaga. Mana shu 4 ta hozir davlatga qabullarimiz ochiq. Hozirroq mana bu link tashlayapman hozir. Mana shu link orqali ro'yxatdan o'tib bizga yuborishingiz mumkin. Hozir savollaringiz bo'lsa, mana mikrofonni ochaman, savollaringizni bemalol berishingiz mumkin. Mana link tashladim. Mana shu link orqali ro'yxatdan o'tgan odamlarni etap olamiz. Ya'ni agar qolib ketadigan bo'lsanglar, endi bu yog'i keyingi safargisi qolib ketadi. Keyingi safargisi lekin yaqin kunlarda ochilmaydi. Xo'p. Savol bor edi. Meni 3 ta kartam bor axi. Bittasi Tojikiston, bittasi Qozog'iston, bittasi O'zbekiston kartasi. Hozir bizga Qozog'iston, Tojikiston odam bo'lsa qo'shishimiz mumkin, lekin imkoniyatimiz cheklangan. Masalan, hozir o'sha 4 ta guruhni ham boshqarib eplolsa katta gap. Shuning uchun siz O'zbekiston kartangiz bo'lsa, bemalol qo'shilishingiz mumkin. Ya'ni shu link tashlab qo'ying, shu link orqali ro'yxatdan o'tib. Ro'yxatdan o'tdim axijon, keyin shu ma'lumot konkret yozmaganman, o'sha uchun aytib qo'yay dedim-da. Vaqt yo'q edi. Hozir Bo'ldi. Siz bilan alohida shug'ullanamiz agar hamma tamom. Siz alohida shug'ullanasiz. Rahmat axi, jazakalloh xayron. Xo'p, bo'ladi.
Savollaringlar bo'lsa, kimda savollar bor? Valyuta, qaysi valyuta deyilibdi? Ya'ni ana shu tepada tashlangan davlatlar bo'yicha shularning valyutasi nima bo'lsa, shunaqa. Dilshod Azimov shunaqa savol beryapsiz. Protsessing haqida bu pullar o'sha qayerdan keladi deyilsa, menimcha shuni so'ramoqchi edi. Ya'ni bu o'sha biz video chiqarganmiz, Best Change orqali va boshqa merchantlar ishlaydi. Ana shular bizga pulni tashlab beradi asosan. Bizga zaявka keladi. Mana shu zaявka kelganida ana shuni biz o'sha bizdagi treyderlarning kartasini beramiz. Ana shu kartaga tushirib berishadi. Ya'ni ana shu zaявka bo'yicha ishlanadi. Boshqalarda savol bo'lmasa tugatamiz inshaalloh. Farqini ayting. Kike ekan. O'zida ishlash ham. O'zida ishlashingiz uchun 2 yil Balida fuqarolikni olasiz bu yerda. Fuqarolikni o'zingizga $2000 qaysi davlat berar ekan fuqarolikni? Bu yerda prosta yashash ruxsatnomasi olasiz. U bilan siz ishlaysiz degan emas. Bu yerda oddiy P2P da 0.3% bitta aylanishdagi foydangiz. $1000 pulingizga $3, $2000 pulingizga $6 foyda qilasiz bitta aylanishda. Ya'ni xuddi shunaqa ishlanadi. Agar 10 ming pulingiz bo'lsa, $30, $40, agar maksimum $50 foyda qilasiz. $10,000 pulingiz bo'lsa. Endi bu yerga kelib, ertalabdan kechgacha ana shu telefonga qarab o'tirishingiz kerak. Ya'ni bu yerda pul emasda, muhimi bu yerda vaqtingiz. Muhimi 3 kun ish vaqtingiz ancha kamayadi, ya'ni bu narsa. Boshqa savollar bo'lmasa, o'chiramiz inshaalloh. Kazino gamblingdan kelmaydimi trafik? Protsessingdan asosan. Xo'p, bizdagi asosan hozir protsessingga ham qaratilmagan bu narsa. Umumiy bu yerda shu P2P dan savdo qilinsa ham, ana shu P2P dagi savdoni optimal qilib, hammaga foydali qilib berish. Ya'ni buni hukmi qanaqa deydigan bo'lsangiz, masalan, siz P2P da ishlasangiz ham yoki ko'chada telefon sotsangiz ham va umumiy hukmlarga keladigan bo'lsangiz, siz birorta bir sizni oldingizga bir do'koningizga bir fohisha keldi. Fohisha kelganda siz o'sha fohishaga telefon sotyapsiz. Bu nimaga ishlatadi uni? Siz o'shani bilib turib sotishingiz harommi yoki halolmi? Agar harom deydigan bo'lsangiz, dalil olib kelishingiz kerak. U harom bo'lmaydi hech qachon. U odamga siz sotyapsiz, ya'ni u odam haromga ishlatish aniq, ya'ni u narsa. Yoki biror kufr davlatda kofirlarga biror nima sotyapsiz. Ular sizga halolga ishlatadimi u narsani? Yo siz 100 sotayotgan odamlaringiz 100% halolga ishlatadimi? Ya'ni u sizga qayerdan siz nimadir beryapsizmi, nima siz pul olayotganingiz sizga halol bo'lib keladi u. Masalan, siz Koreyada ishlayapsiz, ya'ni yoki birorta bir ana shu butparast qo'lida ishlayapsiz. U pulni haromdan topadi. Lekin siz u yerda halol ish qilyapsizmi? U halol ish qilayotganingiz uchun u olayotgan pulingiz halol ketaveradi. Qachonki harom ish qilmasangiz bo'ldi. Ya'ni bunaqa tushunchada umuman bo'lmaslik kerak. Ya'ni u pul qayerdan biz o'zimizni xavfsizligimizni ta'minlash uchun ana shunaqa joylardan kelayotgan pullarni tekshirishimiz mumkin. Lekin u narsa bizga masalan u taqvodor insondan kelish kerak, u 100% halol bo'lish kerak. U siz qo'lingizdagi pulingiz o'zi qayerdan kelgan o'zi? Tayi. O'ylab ko'rsangiz o'zi javob chiqadi o'zi.
u pulni anaqasida emas, siz nima ish qilayotganingizda. Biz nima ish qilyapmiz? Bizda pul bor, biz valyuta ayirboshlashamiz biz. Ya'ni pul turibdi, pul ya'ni biz o'sha dollarni so'mga almashtiryapmiz yoki dollarni rublga almashtiramiz. Mana shunaqa ishlayapmiz biz. Ya'ni bu yerda qanaqa bu hukmi haqida nima gap ketishi mumkin ya'ni shariatni bilmagan, ya'ni biz bu har bir ishimizda alhamdulillah, hattoki agar bir qadam tashlashimizga mana shu narsaga dalil kerak bo'lsa, oyog'imiz o'ng qadam tashlaymiz va chap oyog'imizni tashlaymiz. Mana shunga dalil kerak bo'lsa, mana shuni ham dalilini izlab turib, biz alhamdulillah izlab topamiz mana shu dalilni. Agar dalil bo'lmasa, o'sha o'ng oyoq qadamimizni ham tashlamaymiz. Shariatni tushunmagan, haligi yuzaki qarab turib, o'zini hissiyotlarga berilib, bunaqa har xil harom, halolni hukm qilib, u o'zingiz Alloh taolo aytganidek, la tasifu alsinatukum hada halal va hada harom. Tilinglarni burib xohlagan narsalarni halol haromga deyavermanglar deydi. Ya'ni litaftaru alallohil kazib. Alloh nomidan yolg'on to'qiydigan odam shunaqa gapiradi. Ya'ni siz Alloh nomidan halol harom deyapsiz, siz Alloh nomidan gapiryapsiz. Demak, bu narsaga e'tibor berish kerak. Har bir masalan siz halol harom deganingizda u oddiy gapni gapirmayapsiz, Alloh nomidan gapiryapsiz. Shuning uchun mana shu narsaga siz qarashingiz kerak oldin o'zingizga. O'sha hukmi haqida mana to'liq javob berdim. Ya'ni agar mana shu narsa harom degan birorta olim, ya'ni butun mana ves mirni qidirasizda, mana shu narsa harom degan, mana pulingiz turibdi, pulingizni sotyapsiz, bir kofirdan misol valyuta olyapsiz yoki ana shu narsani harom degan birorta bir olimni menga olib kelib bering, bu ishni sirada to'xtatamiz. Agar haromligi aniq bo'lsa, bizga u 100 ming dollar foyda qilsa ham keragi yo'q, agar harom bo'ladigan bo'lsa. Ana sizga mana shu to'liq ma'lumot berdim. Yana boshqa savollar bo'lsa, 15 minut yana javob beramiz. Yo'q, 10 ming limit faqat bir kishi uchun. U masalan boshqa manaqalarga qilinmaydi, ya'ni xohlasangiz siz o'zingizda o'sha boshqa odamlarning kartasi bo'lsa, o'sha odamlarni shu yerga tushirishingiz mumkin, lekin bitta odam, masalan bitta face bitta anaqa bilan ishlaydi, bitta depozit bilan. Endi alohida masalan guruhga qo'shilmoqchi bo'lsa, u alohida guruhda, ya'ni bu ham chegaralanganda, ya'ni bu trafik kelish ham chegaralangan. Yani. Hop, DXP processingda aniq-ku. Hop, biznikida aytayapman yana sizga, bu yerda mana shu umumiy mana bu exchange merchantlar, ya'ni obmenniklardan keladigan trafik bo'ladi. Ya'ni u degani siz hozir yana yozyapsiz, menga ana shuni dalilini olib kelsangiz deyapman, ya'ni mana shunga javob beraman, ya'ni qat'iy. U degani sizga o'zingizga agar yozishim mumkin, hozir yana boshqa gaplarga o'tib ketmaydi, o'zi ko'p gapiraman sizga. Budjet yetishmovchiligi bor. Shunaqa boshqa odamlar bilan ham ishlaysiz, o'zingizlar bo'lib olasizlar-da. Masalan, o'sha odamlarni pulini o'zingizlar bo'lib olasizlar. Primo. Masalan, sizda 1000 dollar pul bor, boshqa oshnangizda 1000 bor. Umumiy pul tushganida bitta odam vakili bo'lib ishlay oladi faqat. Bitta o'zingiz kirasiz, u odam oshnangiz bo'lsa, pul tushgandan keyin sizga tushadi. Shu. Depozit 1000 dollar qanchada qo'yish kerak? Qanchada? Tushunmadim gapingizni. Endi qanchada qo'yish kerak deb. Qancha vaqt ichida demoqchi bo'lsangiz, shu mana shu
odamni to'lishiga qarabdi. Agar boshqa odam masalan hozir yozib, bizda 5 tacha odam o'zi a'zo bo'lib bo'lgan, ya'ni 5 tacha odam davrov berib bo'ldi men qo'shilaman deb bo'lgan. O'zbekistonda shu boshqa odamlarni ham yig'yapmiz hozir. Yana nima savolingiz bor? Birodar, telefon qilsa bo'ladimi bu sohani yo kompyuter olish kerakmi? Nima deysiz? Telefonda qilsa bo'ladimi bu sohani? Bo'ladi telefoningizda. Hozir kira olmasangiz, keyinchalik qo'shilish mumkin. Foydani ko'proq ko'rgan odam boshqa. Foydani ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, masalan biz ham risk qila olmaymiz. Masalan sizni o'sha maksimalni o'zingiz nomingizdagi boshqa kartaga tushirib bera olmaymiz, chunki bu yerda boshqa odamlarning ham puli bo'ladi. Shuning uchun boshqa odamlarni ham o'ylagan holatda siz boshqa odam nomidan kirishingiz mumkin. Ya'ni umuman boshqa rekvizit o'zingiz nomingizdagi emas, boshqa odam nomidan ro'yxatdan o'tib kirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha odam ro'yxatdan o'tadi, ya'ni uni siz ishlatasiz. Uni nomidan siz ishlaysiz. Kengaytirsa bo'ladi, ha, bo'ladi. Ya'ni o'sha bir marta ishladingiz, keyin o'sha boshqa odam nomi bo'lsa bo'ldi yani. Boshqa odam nomida bo'lsa bo'ladi, muammo yo'q. U o'sha odam ma'lumotlari kerakda, lekin bizga o'sha faqat o'z kartasini o'zi yetmaydi. Hop, Dilshod Azimov. Hozir bu ish shu taxminan 2007-yildan beri ishlab keladi. Ana shu valyuta boshlaydi, masalan BestChange'da. Undan keyin katta qilish yo'llari bor. Masalan, unga kattaroq depozit bilan kirsa, undan ham zo'r foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni faqat o'sha bitta biz oldin kichkina summa bilan bir-birimizni tanib olishimiz kerak, bir-birimizga ishonch hosil qilib olishimiz kerak yani. Nimaga? Biz shu ishonch hosil qilganimizdan keyin, undan keyin u katta temalarga o'tsa bo'ladi. Bu kuniga $1 million aylantiradi bu bozorda. Mana hozir sizlarga mana ochib ko'rsataman. Ya'ni haligida esimdan chiqib qolibdi. Mana bizga tushgan pullar mana 260 ming tushgan. Keyin mana bunaqa narsada ishlatiladi. Mana BestChange haqida tanishtirsam, mana BestChange nima o'zi? BestChange bu 2007-yildan beri, mana 2007-yildan beri faoliyat ko'rsatib keladigan, ya'ni haligi banklardan ajrab chiqqan bu alohida bitta obmennik agregator. Bu shu Rossiyada asosan Dubayda bularning o'sha katta ofislari bor. Bu yerdagi exchange mana obmenniklarni sizlarga qo'ygan puli, ya'ni bular siz nech pul bersangiz qancha obmen qilib bera oladi degan savol kelsa, mana men bu yerda bitta obmennik mana Kingex 4 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. 4 yil. BestChange'da 2 yildan beri. Rezerv 295 million. Tasavvur qilinglar, 295 million dollar buni shotida pul turibdi hozir. Mana bu BestChange aniqlab turadi bular.
Mana bunda bo'lsa 791 million mana. Qachondan beri ishlaydi mana? 5 yildan beri. O'zi 6 yil yosh. Mana Ukraina. Hop, mana bu yerda kerak bo'lsa mana hozir 1 milliardliklari ham ko'rganman. 3 milliard mana Crypto Hub. Mana Crypto Hub. Qanchadan beri ishlaydi? 2 yildan beri ishlaydi Rossiyada. Mana Dubayda Prosto Cash 9 yil 2 milliard 150 million rezervi bor. Ya'ni bu sizlarni summanglar bu 10 ming dollar, buni ichida bu mana qamir uchidan patirda mana kirib, bunda qanaqa qilib odamlar ishlatadi mana kiradi. Kirganidan keyin bu yerda mana o'zi bular faqat kriptoga ishlar ekan bular. Mana kripto olib faqat kripto sotishga ishlar ekan. Masalan boshqalari bor. Naqd summalarga ham ishlaydiganlari mana. Mana Visa, mana Mastercard, mana masalan odamlar kiradida, mana masalan bunda qozoq kartasi bor mana shunaqa narsalarga mana TBC gel mana bu yerda o'zbek kartalari yo'q, lekin mana qozoq kartaga mana masalan sotmoqchi USDT. Mana bu yerdan kiradi, mana bu yerdan USDT deb izlaydi mana. Yani qaysi USDT bo'lsa izlaydi. Mana bu yerdagi mana 10 ming USDT olmoqchiman mana. 10 ming USDT mana 5 million 154 ming qozoq tangasi to'lashim kerak ekan. Xo'p, endi buni biz Google ga kiramizda Google'dan qozoq tanga KZT.uz mana nech pulga sotib olyapti odamlar. Mana xuddi shu summani men bu yerga kiritaman mana. 10 ming USDT sotib olish uchun 470 dollar komissiya berishga tayyorman. Ko'ryapsizlar? Mana shu yerdan. Mana shundan sotib oladi. Bu katta rezervning ichida bular kuniga kamida 1 milliondan 15 milliongacha bular оборот qiladi, ya'ni. U kichkina summa оборот qilmaydi mana. 900 million, 500 million, 400 million mana. U agar biz o'zimiz ochadigan bo'lsak, bu yerda yaqinda ochish niyat bor. Mana kichkina mana bunaqa joylarda turamiz biz. 27 ming rezerv bor mana, 64 ming kichkina firmalar. Umumiy rezerv 64 milliard. Mana. Har 8 sekundda o'zgaradi mana shu. Mana. Har 8 sekundda odamlar pul olib chiqib ketadi, pul qo'yadi, shunaqa bo'lib o'zgaradi mana. 64 million 195 ming bo'lsa, hozir yana ozginadan keyin o'zgaradi mana. Buni mana 198 ming bo'lib qoldi. Olyapti, sotyapti, ya'ni million aylanyapti bu yerda. 195 da 3 millionga ko'payib qoldi 1 sekundda. 8 sekund. Mana yana bossangiz yana ko'payib qoladi. Mana kamayib qoldi endi. Ko'ryapsizlar? Mana. Bular proses cho'chcha o'rnatib qo'ymagan, bu yerda o'shancha оборот bo'ladi. Yani qayerdan pul keladi, nimaga shuncha foyda mana 64 million 63 million bo'lib qoldi. Ko'pchilik birjalarga ba'zilar shu yerda birjalardan ko'ra ham arzonroq narxlar bo'lgani uchun mana shu yerdan odamlar foydalanib keladi.